Bu dunyo aldanishlik dunyosi. Bu dunyo aldanishlik dunyosi. Alloh taolo aytadi: "Siz bas hargiz sizlarni hayotda dunyo aldab qo'ymasin va hargiz sizlarni g'urur, ya'ni shayton Alloh har qanday gunohni kechiraveradi deb aldab qo'ymasin." Inson aldanib qoladi. Ulgiyman deydi. 30 ga kirganda, 40 ga kirganda, bahorga chiqqanda, kuz bo'lganda, qish kelganda insonni shayton aldab qo'yadiki, eshitmading kechagi oyatni. Kim qalbida ixlos bilan bir marta la ilaha illalloh desa, Alloh taolo gunohlarni hammasini kechirib yuboradi. Qaysi bir inson subhanallohi va bihamdihi desa dedi payg'ambarimiz, dengizni ko'piklaricha gunoh ko'p bo'lsa ham Alloh kechirib yuboradi degan hadisni eshitmadingmi deydi. Dedi-da gunoh tiqilaveradi. Ulgiyman deydi. Shu subhanallohni aytib olaman, shu kalimani keltirib olaman deydi. Aldanib qolganligini bilmay qoladi. Alloh taolo aytayapti, Alloh har qanday gunohni kechirib yuboradi deb shayton sizlarni aldab qo'ymasin.